Diyordik sigara içiga. Мам, ну я задохнусь. Какой огромный. Manam sig'im mana o'shiga dadash. Agarda siz hali ham Azon va Wildberries'ni boy qilib yurgan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Men sizga mana shunaqa огромный chamadonlarni qanaqa qilib arzonga zakaz qilish haqida gapirib beraman. Assalomu alaykum. Men ismim Nilufar. Mana videoda 3 yildan beri savdo qilib kelaman va mana shu savdo uchun kerak bo'ladigan barcha tovarlarni Sadovat bozoridan xarid qilaman. Eng qizig'i, men bu bozorga borib yotmayman. Drop shipping sistemasi orqali xohlasam tovarlarni o'zimga olib keltirib yoki bo'lmasam напрямую o'sha покупательni xaridorni o'ziga yubortirib savdo qilaman. Hozir bu ko'rib turgan chamadoningizni ham o'zimda ishonchli поставщигimdan yaxshi narxda xarid qildim. Wildberries Azonda esa bu tovar 3 baravariga qimmat turibdi. Ha, shunaqa. Chunki Azon va Wildberries продавецlari hamma tovarlarini mana shu Sadovat, Lublino, Yujnaya Varata degan o'sha Moskvani katta bozorlaridan xarid qilib, o'z tovarlarini skladlariga, Azon Wildberries skladlariga yuborib 2-3 baravar qimmatiga sotishadi. Endi tushungandirsiz nima uchun bu поставщикlar sizga kerakligini. O'zingizga kerak bo'lgan hamma narsani, всё, что o'zingizga arzon narxda Wildberriesdan 2-3 baravariga arzonga zakaz qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari onlayn biznesingizni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. U yerdan Optimga, shtuchna, dropga tovarlarni olib bemalol biznes boshlasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa offlayn magaziningiz bo'lsa, meni поставщиklarimdan foydalanib o'z assortimentingizni ko'paytirsangiz bo'ladi. Bu yil Xudo xolasa uyga boramiz, bahorga, yozga chiqib inshaalloh nasib qilsa. Shuning uchun ham tayyorgarligimizni hozirdanoq boshlab yordik. Mana shunaqa качественный chamadonlarni olishdan boshladim. Endi bu chamadonlarning ichini to'ldira boshlaymiz. Bilasizlar, o'zbek nimasi ko'p, o'zidan ham yuk ko'p. Shuning uchun ham chamadonni bir vara kattasidan ola qoldik. Chunki 3 ta bolam, yana o'zim, bilasizlar, juda ham ko'p narsa olib ketishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham katta chamadonlar zakaz qildik. Lekin kачествосiga gap bo'lishi mumkin emas. O'zi tkаневый bo'lgani bilan yaxshi, qattiq o'zini ushlab turadi. Поставщикdan ham maslahat so'rab, menga качественный yaxshi chamadon ber. Chunki kolyosasi yarim yo'lga borib tushib qolmasin deganimda, imенно mana shu chamadonlarni menga tavsiya qildi. Agarda siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, meni sizga sovg'am bor. Mana shu komplekt chamadonlarni necha pulga xarid qilganimda kommentariyada to'g'ri topsangiz, men sizni поставщикlar gruppamga tekinga qo'shib qo'yaman. Qani, ketdik.